Yamal gol! Barobar Yamal Rafinha yo atayin o'tkazib yubordi yoki yo'q bilmadim, lekin ortda turgan Yamal darvozaga mixlab qo'ydi. Xotirjam tarzda gol nishonlashyapti. Chunki hisob tenglashdi. Hisobda oldinga chiqqani yo'q Barsa. Shuning uchun hozir nishonlashning o'rni emas. Tezroq ortga qaytib navbatdagi golni yaratish kerak. Navbatdagi golga harakatni boshlash kerak. Rafinha esa xursand, chunki Rafinha o'ziga yaqinligini maydonga qaytdi. Maydonga qaytganidan xursand birinchi navbatda va Rafinhadan assist bu. Aytgancha, Rafinhadan assist. Aytgancha men Rafinha emas, Olmo o'tkazib yubordi to'pni. Rafinha dedim shekilli. Xullas Rafinha bo'lib ketdi hammasi, chunki bugun u asosiy qahramonlardan biri. Chunki uning qaytishi juda muhim edi, juda ko'p kutilgandi va usiz Barsaning ahvoli qanday bo'lganini ko'rdik.